Azizlar, bugun 17-aprel. Videodan uzoqlashmasdan turinglar. Azizlar, Yujniydan sizlarga yangilik topib keldim. Rahmatulloh domlaning masjidini ro'parasidan kirib keta olasiz. Bitta yo'l o'zi aka oladi. Mana qizil kitoblari juda ham zo'r ekan. Oxirigacha ko'rib turing videoni. Sizlar ko'rib turgan birinchi qozig'imiz bo'lyapti. Keyingi qoziq ana u yer bo'lyapti. Mahalla qalin azizlar, hamma kelib yashayapti. Samimiy glavniy dokumentatsiyalari zo'r deyapti. Ona keyingi qozig'imiz azizlar. Bu yerimiz men sizlarga sraz aytib o'raray. 10 sotik bo'lyapti azizlarim. Bo'ldirib qo'ygan ekan akamiz. Qaranglar, bittasi 4.6, bittasi 5.4 bo'lyapti azizlar. Bittasi 41 ming dollar, bittasi 45 ming dollar. Yana kami bor. Mahalla zo'r azizlar, gaz, suv, svetdan muammo yo'q bu yerda. Yerda tekisligini ko'ryapsizlar. Uylar sochilgan shunaqa tramboshka bo'lgan yerlar azizlar, qo'shnilarni ko'ryapsizlar. Unaqa shaharda chiqarmaydi Yujniyda azizlarim, zudlik bilan sotish kerak. 10 sotikni bo'lib qo'ygan ekan, yana qaytadan tepib, ikkita farzandlar bo'lsa shunga qilsa kerak. Azizlarim, bu 3-qozig'imiz bo'lyapti. Sizlardan ikkita qozig'ni ko'rdik. Yana azizlar, oqrovatda ro'parasida qoziq bo'lyapti. 10 sotik azizlarim, ikkiga bo'lingan tayyor qizil kitoblari azizlar. Shu yerga qiziqinglar, unaqa qimmat aytmayapti. Yujniyga 41 ming dollar juda ham zo'r. Yana yaxshi kami bor deyapti. Azizlar, bu 10 sotigimizni xatiyaba bittasini zudlik bilan olinglar. Mahalla qalin bo'lib ketdi. Eng qizil qaranglar, kelib yashashyapti. Yer juda ham tekis, ma'dan turib, mana shu ves o'shni ko'rasiz ekan, manzarani qaranglar, e'tiboringlar azizlarim. Juda ham chiroyli, havolari toza azizlar. Bu yerda suvdan, svetdan umuman muammo bo'lmaydi. Azizlar, bu chekimiz skvoznoy chek bo'lyapti. O yerdan bitta ko'cha bor ekan azizlar. Keyin mana mo uyimizni ro'parasidan ham bitta ko'cha bor azizlar. Qaranglar. Mo uydan уже bu yaqini ko'cha deb hisoblayapsizlar ekan. Eng qizig'i azizlar, yer tekis azizlar. Shu yerga qiziqinglar. 41 ming dollar kami bor bittasi. Yana bittasi 45 ming dollar. Xo'p, telefon nomerlarini sirazi yozinglar azizlar. Adreslari Qirg'iziston, O'sh shahri, Yujniy bo'lyapti azizlarim. Rahmatulloh domlaning masjidini haminglar bilasizlar. Yujniydagi shuni ro'parasidan kirib keta olasizlar. Telefonni yozinglar. Akamiz o'zi sizlarni kutib oladi. Qo'linglardan yetalab yurib qoziqlarni ko'rsataman deyapti. Azizlarim, nomerlarni yozib olinglar. 0551 bilan 01 27 41. Qaytaraman, 0551 bilan 01 27 41. Azizlarim, juda ham arzon chiqardik bugun 17-aprel. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Albatta Yujniydan chek istab yurgan aka-ukalarga jo'natib olinglar. Juda chiroyli qilib o'zlari Fukustaga uy soladigan yer topib keldim sizlarga.